Всем привет! С вами Зульфия и добро пожаловать на мой канал. Ассаламу алейкум. Sizlar bilan Zulfiya va kanalimga xush kelibsiz. Bugundan Поехали kitobining birinchi qismini o'rganishni boshlaymiz va birinchi mavzuyimiz rodlar haqida. Она, оно. Он мужской род учен, она женский род учен, оно средний род учен. Кто это? Кто это? Ким был? Что это? Что это? Не могу. Это телефон? Да, это он. Кто это? Это Иван. Кто он? Он профессор. Здравствуйте. До свидания. Привет. Пока. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. До свидания. Куршкунча. Привет. Салом. Пока. Хайер. Спасибо. Рахмат. Пожалуйста. Мархамат. Va biz ko'rib chiqqan 3 ta rodimizdan tashqari keyingi shaklimiz ko'plik. Ani. Ular ma'nosida. Va endi qaysi rodga qanaqa so'zlar kirishini ko'rib chiqamiz. Mujskoy roddan boshlaymiz. Mujskoy rodga barcha undosh harfi bilan tugagan hamda ba'zi holatlarda mягкий znak bilan tugallangan so'zlar kiradi. Oxirgi harflarga e'tibor beramiz. Telefon, direktor, klass, sinf ma'nosida, stol, stul, kompyuter, muzey, sekretar. Sekretar so'ziga alohida e'tibor beramiz. Bu so'zimiz mягкий znak bilan tugallangan, ya'ni yumshatish belgisi bilan. Bu so'zni eslab qolamiz. Yuqorida aytib o'tgandek, ba'zi mягкий znak bilan tugagan so'zlar ham mujskoy rodga kiradi. Va yana eslab qolishimiz kerak bo'lgan so'zlardan biri kofe. Y harfi bilan tugallanganligiga qaramasdan mujskoy rodga kiradi. Yana shunday so'zlarimiz borki, bu so'zlar A va Y harflari bilan tugaydi, ammo jinsi erkak kishi bo'lganligi sababli mujskoy rodga kiritilgan. Papa, dada, dedushka, bobo, dядя, tog'a yoki amaki. Mushina, erkak kishi. Bundan tashqari, erkak kishi ismlarining qisqartirilgan shakllari ham A, Y harflari bilan tugallanishiga qaramasdan mujskoy rodga kiritilgan. Ivan, Vanya. Vanya Ivan ismining qisqartirilgan shakli va bunda ikkala variant ham mujskoy rodga kiritilgan. Pyotr, Petya. Sergey, Seryoja. Vladimir, Volodya yoki Vova. Konstantin, Kostya. Dmitriy, Dima. Vasiliy, Vasya va boshqalar. Endi sredniy rodga kiruvchi so'zlarimiz O, Y harflari bilan va ba'zi miya bilan tugagan so'zlar ham sredniy rodga kiradi. Okno, oyna, pismo, xat, море, dengiz, солнце, quyosh, vino, vino. Время, vaqt, imya, ism. O, Y bilan tugallanishidan tashqari va yana ba'zi miya bilan tugallangan so'zlar. Va keyingi rodimiz женский rod. Женский rodga kiruvchi so'zlarimiz A va Y harflari bilan, shuningdek ba'zi mягкий znak bilan tugagan so'zlarimiz ham женский rodga kiradi. Shu joyda savol tug'iladi. Mягкий znak bilan tugagan so'zlar mujskoy rodga kiradimi yoki женский rodgami? Bunda mягкий znak bilan tugagan so'zlarning ba'zilari mujskoy rodga, ba'zilari женский rodga kiradi. Buni faqatgina eslab qolib ajratib olishimiz mumkin. Qoidalari albatta bor va eslab qolishimiz kerak. Demak, luna, oy, mashina, женщина, ayol kishi ma'nosida. Problema, aktrisa, sumka, kniga, kitob ma'nosida. Семья, oila ma'nosida. Gruppa, nочь.
Nol so'ziga e'tibor beramiz. Mягкий znak bilan tugallangan женский rod yig'ruch so'z tun ma'nosida. Va yuqorida keltirilgan mягкий znak bilan tugallangan ammo мужской rod yig'ruch so'zimiz sekretar edi. Bu so'zlarni eslab qolishga harakat qiling. Birinchi zadaniyamiz on, ano или она. Quyida keltirilgan so'zlarni to'g'ri rodini aniqlashimiz kerak. So'zlarni o'qib chiqamiz. Kniga, море, класс, телефон, актриса, папа, окно, стол, сумка, мужчина, музей, семья, дом, студентка, журнал, письмо, газета, бизнесмен, ночь, парк, турист, солнце, sportsmenka, restoran, magazin. Mashqni bajaring va javoblaringizni Telegramdan bizlarga jo'natishingiz mumkin. Va zadание ikkinchi. Спрашиваем и отвечаем. So'raymiz va javob beramiz. Кто это? Что это? Rus tilida barcha jonli jonzotlarga, insonlarga кто это savoli beriladi. Что это barcha jonsiz predmetlar uchun. Кто это? Это музыкант, таксист, актриса, студентка. Что это? Гитара, машина, teatr, restoran. Ikkinchi zadaniyani bajaramiz va javoblaringizni Telegramdan jo'natishni unutmang. Задание uchinchi. Спрашиваем, кто это или что это. Это студент. Bu student. Bu student. Bu gapga nisbatan кто это savol ishlatiladi, chunki student jonli. Uchinchi zadaniyani bajaramiz va Telegramdan javoblaringizni albatta jo'nating. Задание to'rtinchi. Спрашиваем и отвечаем, где телефон? Вот он. Sababi telefon мужской род. Где книга? Вот она. Sababi kniga женский род. Где? Qayerda ma'nosini beradi. Где телефон? Где книга? Где машина? Где ручка? Va boshqalar. Demak, so'zlarning rodiga qarab вот. Вот mana deb tarjima qilinadi. Mana u, mana вот он desam, bu мужской rodga nisbatan. Вот она desam, женский rodga. Вот оно desam, средний rodga. Va вот они desam, bu ko'plikka nisbatan ishlatilinadi. Задание 5. Спрашиваем и отвечаем. Это Олег? Да, это Олег. Нет, это не Олег. Он журналист? Да, он журналист. Нет, он спортсмен. Demak, quyidagi gaplarni o'qiymiz. Agar ha deb yozilgan bo'lsa, biz yo'q deb javob beramiz. Yo'q deb javob berilgan bo'lsa, ha deb javob beramiz. Birinchisi. Это турист? Да, это турист. Bu turistmi? Ha, bu turist. Endi biz javob berishimiz kerak. Нет, это не турист. Bu turist emas. Va zadание 6. Кто это? Это Лена. Кто она? Она секретарь. Кто это? Это Дима. Он студент. Demak, quyidagi berilgan so'zlardan savol-javob shaklida gaplar tuzishimiz kerak. Andrey soldat. Birinchi kim bu deb so'raymiz va javobida ism aytiladi. Кто это? Это Андрей. Кто он? Он солдат. Yoki umumiy holatida кто это? Это Андрей, он солдат. Xuddi shu shaklda gaplarimizni savol-javob shaklida tuzamiz.